Oxirgi vaqtlar zaprosim ham kommentariy ham yonib bang'illab ketyapti o'rtoqlar. Nimaga desam, uje 27-may xarid deb belgilanibdi-yu, bitta qaradimda kommentni zo'ri kelibdi. Eshitinglar endi buni. Azapa, xarid yaqin, nishoyisda har doim skidkalar zo'r bo'lgan. Bundan keyin ham bitta skidka qilib bering. Oyoq kiyimda tapchikaga bo'lsin, iloji bo'lsa arzonroq bo'lsin. Chunki men bitta ikkita olmayman. Oyimga, buvimga, singlimga, opamga, xullas qarindoshlarimga ham olmoqchiman. Shunaqasidan bormi debsizlar? Xo'p, bo'ladi-da. Bor, bitta shunaqasi. Bularni hammasini obzor qilishdan oldin narxini aytaman o'rtoqlar. Siz tapchika so'raganmidingiz, unga qo'shib basmoshka ham chiqarib yorib, narxlarini sirraz aytaman 99 mingga tushirib qo'ydim. Xarid munosabati bilan. Kelinglar endi bittalab ranglarni sizlarga ko'rsatib chiqaman. Kostivlari вообще super, oyoqda ham prям zo'r turadi va eng modniy model. Buni bitta ko'rishda vidi ham, ichlari kачествоsi ham вообще zo'r. Vidi kamida 200-250 ming so'm beradi. Lekin 99 mingga olib ketaverasizlar. Aynan xarid skidkamiz bo'ladi bu o'rtoqlar. Aynan sizlar uchun. Endi esa basmoshkalarni ham bitta ko'raylik. Oyoqda qanaqa asal turadi ko'rasizlarmi? Oyog'im kiydirib qo'yganimizda qanaqa turishini ko'rishinglar uchun mana bu oq rangi ham bor. Mana bu gulchalariga necha qizlar. Mana buni qaranglar, staloyni ranglari ham вообще zo'r ketib qo'yadi. Mana bu bejviy rangidan, bu yoqda qora. Xullas, hammasini aynan sizlar uchun 99 ming so'mga skidka qilib tushirib yuborganman. Tezda kelib xarid qilishinglarni tavsiya qilib qolaman va 12 viloyatga dostavka xizmatlarimiz ishlaydi. Andijon filialimizda ham bu skidkamiz mavjud o'rtoqlar. Tezda shoshilib olishinglarni maslahat beraman.